Boylik yoki kambag'allik qayerdan kirib keladi? Nega ba'zi insonlar boy, ba'zilari esa kambag'al? Buning sababi barchamizni ong ostimizda joylashgan e'tiqodlarimizdir. Boylik ham, kambag'allik ham ong ostidagi fikrlarimiz tufayli hayotimizga kirib keladi. Pul topish qiyinligi, boy bo'lish uchun faqat tinimsiz ishlash kerakligi haqida o'ylaydigan, katta pul topish imkonsiz deb biladigan insonlar odatda oylik maosh uchun ishlaydigan kambag'al insonlardir. Katta miqdordagi pulni ham osongina topsa bo'ladi deb o'ylaydigan, aqlni ishlatib boy bo'lish mumkin deb biladigan odamlar esa boyroq bo'ladi. Xo'sh, bu yerda ikki xil toifa inson bor. Ularning farqi fikrlashida. Noto'g'ri shakllangan e'tiqodlar tufayli hayotimizdan pulni haydaymiz. Pul bu vosita, uni boshqaradigan, hayotimizga olib keladigan narsa. Bu pulga nisbatan, boylikka va boy odamlarga nisbatan to'g'ri fikrlashdir. Pulsizlikning asosiy sabablaridan biri pul yomon, boylik yomon yo'lga boshlaydi. Boy insonlar yomon yo'l orqali boyiydi degan yillar davomida joylashgan salbiy fikrlar yig'indisi. Boy bo'lishni istasangiz ong ostingizni kambag'alcha fikr va e'tiqodlardan tozalashingiz kerak bo'ladi. Men sizlarga atigi ikki sabablarini tushuntirib o'tdim. Bu sabablar juda ko'p bo'lishi mumkin. Har bir insonning hayotidagi pulsizlik, kambag'allik, yo'qchilik muammolari individual bo'ladi. Ya'ni har bir insonning ichki muammolari har xil bo'ladi. Shuning uchun men mijozlarim bilan shaxsan o'zlarini muammolari bilan tanish chiqib, o'rganish orqali ularning muammolariga yechim dastur ishlab beraman. Xo'p, sizda ham mana shu yuqorida aytib o'tgan muammolar mavjudmi? Va hozirda siz nimadan aziyat chekyapsiz? Bularning barchasini izohlarda, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Yoki-da mana shu YouTube kanalimda meni Telegram lichkalarim, Telegram kanallarim, telefon nomerlarim hammasi saqlab qo'yilgan. O'sha yerdan shaxsan o'zimga murojaat qilib yozishingiz mumkin. Qadr baland qadrdonlarim, bu hayotga barcha imkoniyatlar bizga berilgan. Biz undan faqat foydalana olmaymiz. Nima uchun? Bizning komfort zonamiz bor, ya'ni ong chegarasi. Biz ongimizni chegaralagan chegara ichida doira shaklida faqat aylanib yurib hayot kechiramiz. Agarda siz shu chegaradan chiqib ketib o'zingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, siz yoshlikdan to'planib kelgan mana shu sizni to'sib turgan ong osti bloklarni yechib hayotingizni ijobiy tomonga o'zgartirishni xohlasangiz, shaxsan o'zimga murojaat qilishingiz mumkin. Qadri baland qadrdonlarim, barchangizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, izohlarda yozishni unutmang.